yangi yilga shinamlik yaratishni 5 uslubi haqida gaplashib o'tamiz. Yangi yilga oz fursat qolganligi sababli uyimizga iliqlik, bayramona kayfiyat yaratishni 5 ta uslubi. Birinchi uslub hech qanday detallarsiz iliq rangli abo'ylar. Albatta bu sizga, xonangizga, uyingizga iliqlik va qulaylik beradi. Ikkinchisi oq rangli chiroqlardan qochgan holatda to'q sariq rangli chiroqlarni o'rnatishimiz lozim. Chunki bu o'zgacha kayfiyat baxsh etadi. Uchinchisi, hech qanday yangi yil bayramlarsiz siz sariq rangli chiroqlarni o'rnatsangiz, uyingiz ajoyib muhitga ega bo'ladi. To'rtinchisi, choyshab va gilam, shunga o'xshash detallar sizni uyingizni o'zgacha interyerga olib keladi. Va so'nggi beshinchisi, kichik detallar. Archa o'yinchoqlari va shamlar, shunga o'xshash kichik gullar bu uyingizni go'zal va o'zgacha muhit bayramona kayfiyatini olib keladi. Siz shulardan ikkita uslubini bajaring va uyingizni qanday holatda o'zgarganiga hayron qolasiz. Max Decorga tashrif buyuring, biz bilan uyingizni va xonadoningizni bayramona kayfiyatga olib kelasiz.